Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizning yuz teringiz qaysi turda? Yuzingizni ajinlar bosganmi? Yoki bo'lmasa sizni husnbuzarlar qiynayaptimi? Yuzingizda yuz teshichalari paydo bo'lib, sizni g'ashingizga tegilyaptimi? Yoki yuzingiz qurib, dog'lar paydo bo'lyaptimi? Yoki bo'lmasa tug'ruqdan keyin paydo bo'ladigan dog'larga chora topa olmayapsizmi? Unday bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Ya'ni oxirigacha ko'ring va siz albatta yechim topasiz. Qani bo'lmasa boshladik. Nega 40 dagilar xuddi 25 yoshdagilarga o'xshab yosh, navqiron, yuzlari tekis bo'lib yurishadi? Va aksincha, nega 25 dagilar yuzda ajin bosgan, dog' tushgan, charchagan, horg'in holatda yurishadi? Haqiqat shundaki, yuz bu oyna. Aslida muammo ichkaridan boshlanadi. Siz birinchi navbatda yuz teringizni qanday turda ekanligini bilib olishingiz shart. Insonlarning terisi bu 4 guruhga bo'linadi. Birinchisi bu normal teri, bu kam uchraydigan baxt hisoblanadi. Quruq teri tez ajin tushadi, doim namlikka muhtoj. Yog'li teri aknelar, ya'ni husnbuzarlar, dog'lar va yaltirashga moyil bo'ladi. Aralash teri eng qiyin parvarish qilinadigan teri hisoblanadi. Sizning yuz teringiz qaysi turda? Agar siz bilmasdan har xil niqoblar, krem, upalardan noto'g'ri foydalansangiz, muammolarni 2 barobar oshirib yuboradi. Buni esingizdan chiqarmang. Dog'lar, sepkil, yuzdagi toshmalar, husnbuzarlar bu teridan emas, ichingizda bir muammo borligidan dalolat beradi. Siz dog'larni kremlar bilan yopishga harakat qilasiz, lekin sabab boshqa joyda. Agar ichaklar toza bo'lmasa, yuz teringiz xira, dog' bosgan, charchoq ko'rinish tus oladi. Jigar sizning yashirin filtringiz. Agar jigarda yog' bosgan bo'lsa, yuzda qora dog'lar, ko'z ostida soyalar, doimiy charchoq ko'rinish tus beradi. Limfa oqimi. Bu yoshlikning eng katta siri. Limfada tiqinlar paydo bo'lishi, yuzda shishgan, yuzda og'irlik, tez qarish alomatlari ko'rinadi. Qon aylanish teriga hayot beradi. Qon yaxshi aylanmasa, yuz oqaradi, tez ajinlar tushadi, teri o'lik ko'rinadi. Qon aylanishi qanchalik yaxshi bo'lsa, yuzni tabiiy liftingi ham shunchalik kuchli bo'ladi. Ajinlar bu yosh emas, odat natijasidir. Ajinlar faqat yosh oshib borishi bilan kelmaydi. Ular stress, suv yetishmasligi, noto'g'ri ovqatlanish, harakatsizlik natijasidir. Siz eng qimmat kremlardan, eng zo'r niqoblardan foydalanmang. Agar ichaklar iflos, jigar charchagan, limfa tiqilgan, qon aylanishi sust bo'lsa, hech qaysinisi yordam bermaydi. Ichaklarni qanday tozalash kerak? Bunda ko'pchilik darhol tozalovchi klizmalar, dorilar yordamida tozalashni o'ylashadi. Lekin rostini aytsam, bu usul ko'p hollarda zararlidir. Bunday muolajalar maxsus maskanlarda tibbiyot xodimlari nazorati ostida bajarilishi lozim. Eng to'g'ri yo'l ichaklarni tabiiy ravishda tozalash kerak. Buning uchun o'zingizga to'g'ri rejim tuzib olishingiz kerak bo'ladi. Kunni to'g'ri boshlang. Kletchatkaga boy mahsulotlar, karam, brokkoli, bodring, sabzi, olma, banan, bolg'or qalampiri, suli, zig'ir urug'i ko'proq iste'mol qilish kerak. Suv ichish eng muhim qoida. Kunda 1,5-2 litr suv ichib yuring. Fermentli va foydali bakteriyalarga boy bo'lgan mahsulotlar, ya'ni kefir, qatiq, tvoroglar, yogurtlardan iste'mol qilib yuring. Harakat bu ichaklarni harakatga keltiradi. Kunda kamida 25-30 daqiqa yuring. Yengil qorin mashqlarini bajaring. Tez klizmalardan, kuchli ich ketkazuvchi dorilardan ichish, detoks degan noma'lum ichimliklardan ehtiyot bo'ling. Ichaklarni tozalash bu bir martalik muolaja bo'lib qolmasin, balki odatga aylantiring. Agar to'g'ri ovqatlansangiz, yetarlicha suv ichib yursangiz, harakat qilsangiz, ichaklar o'z-o'zidan tozalanadi. Jigarni tozalash deganda ko'pchilik kuchli detokslar ichish, dubaj qilish usullarini tushunishadi. Lekin bunda jigarni yuvish mumkin emas.
to'g'ri yo'l jigarga yukini kamaytirish kerak va tabiiy tiklash kerak. Uy sharoitida xavfsiz va samarali usullardan bu eng muhimi. Bu zararli narsalardan voz kechish kerak. Agar siz buni qilmasangiz, hech qanday tozalash yordam bermaydi. Qovurilgan yog'li ovqatlar, ortiqcha shakar, gazli ichimliklar, tez tayyor bo'ladigan ovqatlar, ya'ni fast foodlar, dudlangan go'sht mahsulotlari, ular jigarni zararlashishiga olib keladi. Jigarga dam berish bu ham tozalashning bir turidir. Ertalabdan och qoringa 1 stakan iliq suvga 1 choy qoshiq toza asal va 4-5 tomchi limon suvini aralashtirib kunda bir mahal ichib turing. Bu jigar faoliyatini yengil boshlab beradi. Jigarni yoqtiradigan mahsulotlar bu lavlagi, sabzi, oshqovoq, ko'katlar jigarda tiklanishiga yordam beradi. Foydali ichimliklardan bu romashkali choy, limonli iliq suv, kurkumali suvlar ichib yuring. Harakat va chuqur nafas mashqlari jigarni uyg'otadi. Xavfli usullar, ya'ni dubaj qilish, shubhali detokslar, noma'lum bedabavkalardan ehtiyot bo'ling. O't qopi dimlanishi bu faqat qorindagi og'riq bilan cheklanib qolmaydi, balki yuz terisi buni darhol ko'rsatib beradi. Bunda teri xiralashadi, sababi o't suyuqlig'i normal chiqib turmasa, yog'lar to'liq parchalanmaydi. Hazm buziladi. Natijada teri o'lik teriga o'xshash tus oladi. Teri xiralashadi, tabiiy yaltirash yo'qoladi. Jigar o't qopi bilan birgalikda ishlashadi. Agar o't turib qolsa, yuzda qora dog'lar, lab atrofida qorong'ulashish, pigmentatsiya kuchayadi. O't suyuqlig'i chiqishining buzilishidan yuzda mayda toshmalar, terining yog'lanishi, aknelar paydo bo'ladi. Og'ir hollarda terining sarg'ayishi holatlari ham kuzatilishi mumkin. O't suyuqlig'i organizmda yetarlicha chiqib turmasa, toksinlar organizmda to'planadi va buning natijasida ko'z ostida qora shishlar paydo bo'ladi. Ya'ni o't qopi yaxshi ishlamasa, organizmda barcha ifloslik teriga chiqa boshlaydi. Badandan qo'lansa hid kelib turadi. Ertalab uyg'onganda og'izda achchiq ta'm kelishi, uzoq vaqt kekirish holatlari kuzatiladi. Bu holatlar bo'lmasligi uchun yog'li ovqatlarni, qovurilgan, og'ir yog'li taomlarni kamaytiring. O'tni harakatga keltiruvchi mashqlar, nafas mashqlari, yengil yugurish, ertalab iliq 1 stakan suv ichish kerak. Foydali mahsulotlardan lavlagi, sabzi, ko'katlar, mevalardan ko'proq iste'mol qiling. Kam harakat, kam suv ichish o't suyuqligining quyuqlashuvi, asta-sekin toshmalar paydo bo'lishiga olib keladi. Teri bu ichki a'zolarning oynasidir. O't qopingiz yaxshi ishlamasa, yuzingiz hech qachon toza va yorug' bo'lmaydi. Endi ichak mikrofloralari haqida. Ichak mikrofloralarining buzilishi bu faqat qorindagi muammo emas, balki bu sizning kayfiyatingizda, teringizda, hatto energiyangizda ham darhol seziladi. Ichaklardagi mikrofloralarning muvozanatini buzilishidan hatto immunitet tizimi ham pasayadi. Bunda yuz teringiz xiralashadi, yorug'lik yo'qoladi. Sababi ichaklardagi normal mikrofloralar hazmda faol ishtirok etadi. Agar bular kamaysa, vitaminlar, shu jumladan B guruh vitaminlari, K vitamini ishlab chiqarishi kamayadi. Bular terini oziqlanishda ishtirok etganligi uchun terini oziqlantira olmaydi va teri xuddi jonsiz teriga o'xshab qoladi. Ichaklarda bu muvozanatning buzilishi toksinlar qonga o'tadi va teri orqali chiqish boshlanadi. Natijada qora dog'lar, sepkillar, pigmentatsiya kuchayadi. Shu bilan bir qatorda zararli bakteriyalar ko'payadi va terida yog' bezlari faollashib ketadi va yog' bezlarida yallig'lanish kuchayadi. Natijada akne, ya'ni husnbuzarlar, qizarish, mayda toshmalar paydo bo'ladi. Qorinda esa shish, dam bo'lish, noqulaylik, qabziyat, ich qotishlar kuzatiladi. Ichaklar bu tanangizda ikkinchi miya vazifasini bajaradi. Organizmda serotonin gormonining ishlab chiqarilishi aynan ichaklarda sodir bo'ladi. Ichaklarda mikrofloralar muvozanatining buzilishi serotonin gormoni ishlab chiqarilishini kamaytiradi va asabiylashish, doimiy charchoq, uyquga to'ymaslik holatlari kuzatiladi. Kam quvvatlik seziladi.
ichak sog'lig'i, ya'ni mikrobiota, immunitet, teri va hatto qarish jarayoniga bevosita ta'sir qiladi. Unga nimalar sabab bo'ladi? Haddan tashqari ko'p antibiotiklar qabul qilish, noto'g'ri ovqatlanish, stress, kam suv ichish ichak mikroflorasining buzilishiga olib keladi. Organizmda vitaminlarning yetishmasligidan yuzga qon yaxshi yetib bormaydi. Kislorod bilan to'yinish yaxshi bo'lmaydi va natijada yuz teri jonsiz teriga o'xshab ko'rinib qoladi. Unga sabab bo'luvchi omillar noto'g'ri ovqatlanish, oshqozon va 12 barmoqli ichak kasalliklari, o'ta kuchli dieta, stress, o't qopi muammolari sabab bo'ladi. Juda ko'p ayollar kommentariyalarda tug'ruqdan keyin paydo bo'ladigan qora dog'lar haqida ko'p murojaatlar qilishgan. Bu holat odatda gormonal o'zgarishlar pigmentatsiyasi bilan bog'liq bo'ladi. Homiladorlik va tug'ruqdan keyingi estrogen va progesteron muvozanatining o'zgarishi teriga rang beruvchi pigment, ya'ni melanin oshib ketishiga olib keladi. Natijada yuzda qora dog'lar, peshona va yanoqda pigmentatsiya kuchayadi. Quyosh nurining ta'siri tug'ruqdan keyingi teri juda sezgir bo'lib qoladi. Agar haddan ortiq quyoshda yursangiz, dog'larni kuchaytiradi va melazma, ya'ni homiladorlik niqobi paydo bo'ladi. Charchoq va uyqu yetishmasligi stressni oshiradi va terining qayta tiklanishiga susayadi. Organizmda vitaminlardan C, E vitaminlari, temir yetishmovchiligi natijasida teri xiralashadi va dog'lar paydo bo'lishiga olib keladi. Tug'ruqdan keyingi holatda buyrak, jigar faoliyatining tiklanishi susayadi. Buning natijasida tanada toksinlar yig'ilib, yuzda dog'lar paydo bo'lishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Tug'ruqdan keyingi dog'lar peshonada qoralashish, yanoqlarda bir xil dog'lar, ya'ni simmetrik dog'larning paydo bo'lishi, lab ustida mustachaga o'xshash pigmentatsiyalar ko'rinish tus oladi. Bunday holatda nimalar qilish kerak? Birinchi o'rinda quyoshdan himoya, ya'ni SPF kremlaridan foydalaning. To'g'ridan to'g'ri bu quyoshdan saqlaydi. Vitaminga boy mahsulotlarni iste'mol qiling. Yetarlicha suv iching. Yengil tabiiy niqoblar, uyqu va tinchlik gormonal balansni tiklaydi. Mana shu ma'lumotlardan kelib chiqqan holda yuz teringizni qayta tiklash, to'g'ri ovqatlanish, nafas mashqlari, vitaminga boy mahsulotlarni iste'mol qilish, yetarlicha suv ichish, yuzning yengil massajlari, yuzni kontrastli dush qilish, uyqu rejimini yo'lga qo'yish, stressdan xalos bo'lish doimiy ko'tarinki kayfiyatlarga bog'liq. Ichki a'zolaringiz qanchalik sog'lom bo'lishi yuzingizda aks etadi. Shuning uchun ichki a'zolaringizni sog'lomlashtiring. Ana undan keyin krem, niqoblar yordam berishi mumkin. Ichki a'zolaringizni davolamasdan hech qanday natijaga erisha olmaysiz. Barcha niqoblar, antiseptik vositalar, kremlar, ular bir xilda hech kimga ta'sir ko'rsatmaydi. Har bir organizm o'ziga xos individual sezgirlik xususiyatiga ega. Shuning uchun agar tanangizda biron bir nojo'ya ta'sir yoki qichishish yoki qizarish paydo bo'ladigan bo'lsa, ularni albatta darhol yuvib tashlashga harakat qiling. Undan oldin mana shunday nojo'ya ta'sirlar bo'lmasligi uchun qo'lingizda, kaft ustidagi teringizda allergik test sinami o'tkazib, ana undan keyin bajarishingiz maqsadga muvofiq hisoblanadi. Sizlarga bergan mana shu ma'lumotlarim agar yoqqan bo'lsa, bu ma'lumotlar kengroq tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Kelgusida foydali mana shunday videolarni ko'rib borish uchun esa kanalimizga obuna bo'ling va izohlarda sizning fikrlaringizni kutib qolamiz.